Eng ko'p tushgan talablardan bittasi Lada Vesta Cross mashinasini, Rimin metkasini hamda Raspidval metkasini ko'rsating deyishgan ekan. Bilgan narsalarimizni sizlar bilan ulashishga davom etamiz. Video oldidan bitta like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Lada Vesta Cross mashinasi zubchati Rimin qo'yilgan holati. Ko'rib turibsizlar, bir sizlarga buni metkasi haqida tushuncha berib o'taman. Bu mashinalarni TV shkifida, ya'ni vanusda hech qanaqangi metka bo'lmaydi, Arlando kabi shponkasiz bo'ladi. Pastki metkasiga keladigan bo'lsak, Damas bilan bir xil bo'ladi. Shkifda metka bo'lmaydigan bo'lsa, qanaqa qilib metkaga qo'yiladi deysizlarmi? Biz o'zimiz uchun maxsus qilish tayyorlab olganmiz. Raspidval orqa tomoniga ikkita o'yit gashni tushadi. Shundoqqina sovilinadigan bo'lsa, bemalol metkaga qo'yib ishlasa bo'ladi. Bu kulutchi qanaqa qilib svarka qilamiz, metkaga to'xtatib, bunga qiynalamiz deydigan bo'lsanglar, shu shtangi sirkulli kattasidan ham foydalanishingiz mumkin. Shtangi sirkulli polni ochgan holatingizda ikkita yon qismi Raspidvalga shundoq o'tiradigan bo'lsa, metka hisoblanadi. Zubchati Riminni qo'yib bemalol yig'averasizlar, hech qanaqangi 0016 yoki 0017 kodlari chiqib qolmaydi. Mashinamiz zo'r tortadigan bo'ladi. Agar siz usta sifatida bu videoni kuzatayotgan bo'lsangiz, videoni sahifangizga qo'ying. Agar bordiyu kuzatuvchi sifatida ko'rayotgan bo'lsangiz, usta tanishingizga yuborib qo'ying. Albatta manfaatli bo'ladi.